Hammaga assalomu alaykum. Bugun ishdan erta kelib suvni boshladim. Loviyalarga уже suvni ochib tayyor qilib qo'ydim. Ketyapti. Suv qo'ying deganlarga endi bo'ldi, mana va'dani bajaramiz deb suvni ochib qo'ydim. Mana endi ko'ramiz 3 kun. Bugun erta suv qo'ysam 3 kunda natijasi bilinar. Loviyalar suv ketyapti. Xudo xolasa hozir bir 3-4 soatda suvni bo'lib qolsam bu tarafga. Keyin mana bu tarafga ochayoraman. Hop, loviyalarga ochayoraman. Keyin ertaga shanba, ertaga juma, xudo xolasa juma kuni ham ishdan ertaroq kelishga harakat qilaman. Kelib Makkaga suv ochaman mana. Makka endi jaz zo'rimiz ham kecha olasini ekib ketdik. Uydagilar bilan kelib mana Makkalar bir qarishdan o'tib qoldi, ancha yaxshi, lekin o'ti ham bor. O'ti bor. Mana olalarni ekib qo'ydim. Xudo xolasa bugun erta suv qo'ysam 3 kun, shanba kunga da suv qo'yaman. Endi baydami aradan keladigan suv yo'q. Mana motor orqali zo'rdan suv qo'yaman. Mana ulab qo'ydim. Endi hozir pastroq qilib suvni ochib qo'ydim. Mana motordan ketyapti. Ozgina ochdim, sababi zamonalar tepagadir suv yetib borsin degan maqsadda.